Jizzaxlik yosh ijodkorlar diqqatiga O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tashabbusi bilan O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Jizzax viloyati bo'linmasi yoshlarimiz qalbiga vatanga sadoqat, milliy g'urur kabi ezgu tuyg'ularni singdirish va yanada yuksaltirish, san'at sohasidagi iste'dodli yoshlarni kashf etish maqsadida Filarmoniya yosh ijodkorlari respublika ko'rik tanlovini e'lon qiladi. Tanlov 17 yoshdan 30 yoshgacha yosh toifasida bo'lib o'tadi. Tanlov ishtirokchilari vatan haqida estrada, vokal yoki baxshichilik yo'nalishlarida musiqiy sayqallangan asarlarni jonli ijroda kuylash lozim bo'ladi. Tanlov g'oliblari viloyat bosqichida diplom va esdalik sovg'alari bilan, respublika bosqichida esa birinchi o'rin uchun 15 million so'm, ikkinchi o'rin uchun 10 million so'm, uchinchi o'rin uchun 5 million so'm pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Tanlovning Jizzax viloyati bosqichi 6 fevral kuni soat 10:00 da Jizzax davlat pedagogika universitetining Madaniyat saroyida bo'lib o'tadi. Barcha iste'dodli yoshlarni ko'rik tanlovda kutib qolamiz.